Ilhom serida qishloq bor. Shorts qilib chiqarasizmi? Hammasi kichkina, okey? Kutib qolaman. deb yozibdi bitta obunachimiz Telegramdan. Okey, albatta chiqaramiz. Faqat shorts qilib emas, uzun video qilib chiqaramiz. Buni esa o'ziga yarasha sabablari bor. Xo'p, endi dunyoni san'at qilishga o'tamiz. Xo'p, generatsiya, ключ generatsiya va ilhom degan sitni yozamiz. Hammasi kichkina harfda ekan. Ilhom. Bo'ldi, endi sozdатni bosamiz. Yaratilmoqda va opa, tugmalarni ko'rmaslik qo'ydim. Hozir, hop, ana endi ancha yaxshiroq. Vau, judayam ajoyib qishloq ekan. Menga judayam yoqdi, уже yoqyapti. Bu yerda qanaqadir serial olvorsak ham bo'ladi, atak. Bitta serial olvoradigan joyi. Qishloqni qaranglar, ajoyibligini, uylar yaxshi va mana bu yerda kuznica bor. Bu eng asosiysi. Uning ichida esa mana bunaqa narsalar ajoyib. Shim bilan tapchikani o'zimizga olamiz va bularni kiyib olamiz. Opa. Vau, qishloqning ajoyibligini qaranglar. Qishloqlarni ko'pligini qaranglar. Yaxshi, baglari ham yo'q ekan. Serial olvoradigan joyi, atak. Mayli. Vau. Agar ularni qaranglar, hammasi zo'r. Agar siz ham bironta sit bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Albatta yozib qoldiring. Keyingi videodagi sit aniq sizniki bo'lishi mumkin. Aynan sizniki bo'lishi mumkin. Va obuna bo'lib qo'ying. Eng asosiysi bu obuna bo'lib qo'ying. Bu dahshat sitlarning ikkinchi qismi edi. Keyingisi esa uchinchisi bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying.